Amerika Kengash palatasining bir nüfuzluq a'zosi Uyg'ur faoliyatchi Ravshan Abbos xonimning hadisi Gulshan Abbosning nohaq tutib turilishi va qamoqqa hukm qilinishida mas'uliyati bo'lgan Xitoy amaldorlariga viza cheklamasi qo'yish taklifi sungan bo'lib, mazkur taklif Kengash palatasining taqsimot komitetida qabul qilingan. Ilgilinishicha, Amerika Kengash palata a'zosi, Kengash palata adliya komiteti raisi Dick Rubin Uyg'ur faoliyatchisi Ravshan Abbos xonimning hadisi Gulshan Abbos xonimning Urumchida Xitoy hukumati tomonidan nohaq tutqun qilinishi va 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilinishida rol o'ynagan barliq Xitoy amaldorlarining Amerikaga viza olishni cheklash haqida Amerika Davlat Majlisidan Amerika Tashqi ishlar ministrligi va chet el mulozimatlariga tasdiqlangan rostqutqu munosabatlik 4797 nomerli qonunga to'liqlama modda kirgizishni talab qilgan. Mazkur to'liqlama modda bo'lsa 25-iyul kuni Kengash palatasi taqsimot komitetining birdek ma'qullashi bilan tasdiqlanib, 4797 nomerli qonunning 222-bobiga kirgizilgan. Bu yil Yakan qirg'inchiligining 10 yilligi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu munosabat bilan bayonot e'lon qilib, Xitoy armiyasining Yakandagi tinch namoyishni shiddat bilan bostirish sababli hayotidan ayrilgan begunoh Uyg'urlarni xotirladi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa mundaq dedi: 10 yildan keyinmi bu rayonning vaziyati yaxshilanmadi. Aksincha yaqinqi yillarda texmi nacharlashdi. Yakan Elishqu qirg'inchiligi 2009-yil 7-oydagi Urumchi qirg'inchiligidan buyon Sharq Turkistonda yuz bergan eng ajalli voqea deb xotirlangan. Qirg'inchilikning 10 yilligida Dunyo Uyg'ur qurultiyi hayotidan ayrilganlarni xotirlash bilan birga xalqaro jamiyatni harakatga chaqirdi. Shuning bilan birga Xitoy hukumatini yo'qolib ketgan va qazo qilganlarning taqdirini, ularning oila tavobatlari va Uyg'urlar jamiyatiga darhol va oshkor doklad qilishga chaqirdi. O'rta Osiyo Uyg'ur rassomlari milliy tasvir san'atida o'ziga xos uslublarni namoyon qilib kelmoqda. Ularning biri Qirg'izistonning Bishkek shahrida yashayotgan peshqadam rassom Talat Mirrahimovdir. Bu yil 80 yoshga kirgan Talat Mirrahimov O'rta Osiyo Uyg'ur rassomlik taraqqiyotiga to'hfa qo'shgan rassom deb ta'riflandi. Uning rasmlarida Uyg'ur milliy kimligi, Uyg'urlarning burungi va bugungi hayoti, milliy urf-odatlari o'zgacha san'at usulida namoyon qilingan. Ilgilinishicha, uning milliy ruh ifodalangan mayboyoq rasmlari sobiq Sovet ittifoqi davridan boshlab ko'p qatim mukofotlangan. Uning bildirishicha, u 1944-yili G'uljida tug'ilgan bo'lsa-mu, ammo 1955-yili oilasi bilan G'ulji shahridan Qirg'izistonga ko'chib kelgan. Qirg'izistonda rasm kasbini tamomlagandan keyin 1968-yili Qirg'iziston rassomlar ittifoqi tarkibidagi san'at fondiga ishga o'rinlashgan. Sansızlagan salomatlikka foydasi bor zaytun yog'i uning foydasi bilan emas, balki soxta ishlar bilan kun tartibga keldi. İstanbul tovar almashtirish shirkati e'lon qilgan sonliq ma'lumotlar kishini o'yg'iz oladi. Ma'lum bo'lishicha, soxta zaytun yog'i uchun Xitoydan necha tonna ta'minlantiruvchi olib kelingan. Mutaxassislarning qarashicha, Xitoydan import qilingan zaytun yog'ining ta'mini har xil o'simlik mayi bilan aralashtirib, tosh besilgan tabiiy zaytun yog'i qilib setish iste'molchilarning salomatligiga ziyon yetkazgan. Amerika Davlat ishlar kotibi Antony Blinken bilan Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi 27-iyul Laosda o'tkazilayotgan Sharqiy Janubiy Osiyo ellari ittifoqi tashqi ishlar ministrlari yig'ini doirasida ko'rishgan bo'lib, asosiy muzokara temasi Tayvan bo'g'ozi va Janubiy Xitoy dengizining muqimligi bilan Xitoyning Rossiyaga qilayotgan yordami bo'lgan. Amerika Davlat ishlar kotibatligining bayonotida aytilishicha, Blinken Wang Yi bilan ko'rishganda Xitoyning Janubiy Xitoy dengizidagi muqimligini buzadigan harakatlari va Rossiyaning mudofaa sanoatini qo'llashiga qarshi andishalarni o'tirg'a qo'ygan. Shundaqla Tayvan bo'g'ozida tinchlik va muqimlikni saqlashning muhimligini ta'kidlagan. Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong Un o'z davlati bilan Xitoy o'rtasidagi do'stlikning davomlashadiganligiga ishonadiganligini bildirdi. Kim juma kuni Xitoyning 1950-1953-yillardagi Koreya urushiga qatnashgan askarlarni xotirlash uchun qurilgan do'stlik munorini ziyorat qilganda yuqorqi so'zlarni aytgan. Xitoyning Xenan o'lkasidagi sanoat bog'chisida yuz bergan portlashda 5 odam o'lib, 14 odam yaralangan. Yerlik amaldorlarning bildirishicha, bu portlash juma kuni kechda Xenan o'lkasining Yongchang shahridagi bir sanoat rayonida yuz bergan. Xabar qilinishicha, shirkat mas'ullari qo'lga olingan bo'lib, voqea sababi tekshirilmoqda ekan.